Begona raqamdan qo'ng'iroqlar joningizga tegdimi? Endi buni yo'li oson. Bizga birgina ilova kerak bo'ladi. Buning uchun Play Marketga kirib, "Chorniy spiska" deb qidiring va quyidagi ilovani yuklab oling. Ilovani yuklab olgach, quyidagi videoda ko'rsatilgan sozlamalarni to'g'rilab qo'ysangiz bo'ldi. Buning uchun yuqoridagi uchta chiziqchaga kirib, Settings bo'limiga kirib olamiz. Va ko'rsatilgan birinchi va ikkinchi tugmalarni yoqib qo'yamiz. Uchinchi tugmani yoqib qo'ymang, aks holda sizga hech kim qo'ng'iroq qilib tusha olmaydi. Shuning uchun faqat ko'rsatilgan tugmalarni yoqib qo'yishingiz tavsiya qilinadi. Faqat birinchi, ikkinchi tugmalar yoqiladi. Endi tugmalar yoqilgach, sozlamalar tayyor. Sizga begona raqamdan hech kim qo'ng'iroq qila olmaydi. Ya'ni kontaktingizga saqlanib qilgan raqamlaringiz qo'ng'iroq qila oladi xolos. Endi begona raqam sizga qo'ng'iroq qilganda yuqorida vizit bir kelib telefon yonib o'chadi-da, sizga begona raqamdan qo'ng'iroq bo'lganini sotib qo'yadi. Endi buni o'chirish uchun o'sha vizit ustiga bosib turib, qo'shimcha sozlamalarga kiramiz va quyida ko'rsatilgan tugmalarni yoqib qo'yasiz. Va bo'ldi, endi sizga begona raqamlar qo'ng'iroq qila olmaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentlarni kutib qolaman. Savollaringizni direktga yuborishingiz mumkin.